Wow, vidga gap bo'lishi mumkin emas. Biz hozir Navoiy shahrining eng elitniy restoranlaridan biri Panorama restoranida turibmiz. Bilasizmi, bu restoranni ne только vidi, balki mana bunaqa chiroyli dizayni ham ajoyib atmosfera berib turadi va o'zini alohida vibe bor. Biz hozir loyihachi UZB jamoasi tomonidan qilingan mana shunaqa chiroyli dizaynni tayyor holatini ko'rgani keldik va loyihasini qo'limizga olganimiz bilan bu yoqni jonli ko'rganimizdan keyin birga bir qilinganiga guvoh bo'ldik va hozir bizda o'sha loyihachi UZB jamoasining asosiy figuralaridan bittasi Zohid aka bilan ozgina suhbat o'tkazamiz bu joylarga nimalar qilingani haqida. Zohid aka, qarang, bu juda ham chiroyli atmosfera qilib qo'ygan ekansiz, takoy vayboviy, tim более mana bunaqa vid bilan ikkalasi juda ham chiroyli kollaboratsiya bo'lgan. Men ustullariga va shu gap bo'lishi mumkin emas. Nimadan qilingan bular? Qanaqa qilgansizlar buni? Qanaqasiga ideya kelgansizlarga? Nimalar o'zi? Aynan bu kolonnaga kelib to'xtasak, bu domni eng yuqori qavati bo'lganligi uchun bu yerda o'zi aslida kolonna yo'q. Bu domni demaxotlari, qo'shimcha vitishkalari bo'lganligi uchun uni biz shu kolonna evazida ishlatib, yoshirib, ustiga mana shunaqa zamonaviy panellardan foydalanib optimizatsiya qilgansizlar. Shunday. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga yoqqan yana bitta narsa, mana bunaqa derivanli dekorlardan foydalangan holatda juda ham chiroyli holatga keltirgan ekansizlar. Ha, bu yerda shunaqa zamonaviy panellarni ishlatganmiz. Bagatiroq ko'rish uchun mana shunaqa korishniy bagati ko'rinishi uchun mana shunaqa вообще gap bo'lishi mumkin emas. Rang bilan вообще chiroyli tushgan. Patologni bitta ko'rib chiqinglar. Patologga ham hozir juda ham ko'p zamonaviylik joylarda shunaqa rang moda bo'lyapti, ya'ni o'sha qora patolog. Bu yoqni ham shu chiroyli qilib patolog qilishgan ekan. Mana bu kafelni o'zi ham, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu naqshlari va naryoqda keramik granitni o'sha vidini berib turgan o'zini alohida o'sha kafellari juda ham chiroyli kollaboratsiya bo'lib turibdi. O'shalarga mana ichkari taraflarda ham misol uchun xonalarimiz bor, ularni ham ko'rib chiqamiz. Mana bu yerdagi dekorni ham bitta ko'rsanglar, nimaga aynan g'ishli dekor tanlangan bu yoqqa? Bu yerda aslida o'zi ko'rinishi bir 6 xil variant qilingan. O'sha variantdan kelib chiqib, o'zimizda bor materiallardan foydalanib, mana shu ko'rinishga olib kelganmiz. Ya'ni siz o'sha 6 xil variant qilib o'sha bu yoqni rahbarlarga ko'rsatgansiz va o'sha orqali ular o'zligi tanlab bitta mana shu to'xtamga kelishgan. Mana bu osma dekorlar, landshaft dizayni deydimi, o'shanaqa narsalarni ham sizlar loyihada ko'rsatib bergansizlar va bular shu yerda ishlatishgan. Loyihada birinchi biz ishlab ko'rsatganmiz. Ma'qul bo'lgandan keyin, takliflar bildirilgandan keyin shu oxirgi to'xtamga to'xtalgan. Shu ko'rinishga olib kelgan. Xo'p, keling endi ichkarilarni bitta ko'rib chiqinglar. Menga lekin bu yoqni dizayni вообще ham yoqdi. Atmosferaga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Bu Panorama restoranini VIP xonasi ekan. O'sha takoy elitniy elitasi kiradigan joylar ekan. Mana bunaqa chiroyli dekorlar, alohida vid. Nima deysiz endi bu yoq taraflarda mana o'zini alohida dekoratsiyasiga e'tibor berilganini shu ko'rish mumkin. Alohida mana bunaqa toshli keramik granitlar bilan ishlatilgan. Xuddi shunday. Bu yoqda ham 3-4 xil variantlar berilgan. O'shalardan oxirgi optimal variant qolgan. Mana shunaqa xonani tipa sal avvalligini hisobga olinganmi? Avvalligi ataylab avvalni qilingan. Xonamiz bundan tashqari yana qo'shimcha xonalarga xalat qimmatligi uchun avvalni qilib olganmiz. Yaxlit katta zal deb inobatga olsak, shuni biz bo'lib ham sanuzelga ajratganmiz, ham zal ko'rinishiga ham alohida yana общий bitta xonasi bor. U xonalarga ham yechimda qilib shu planda oxirida to'xtalgan. Patolog, lyustra, mana bunaqa toshlar bilan вообще chiroyli ishlangan ekan. Keyin meni juda ham bir qiziqtirgan narsa mana bu televizor avalniyligi qanaqadir. Mana shu burchak avalniy bo'lgan hisobiga televizorni ham tipa avalniyroq qilingan ekan. Bu ham o'sha loyihada bo'lgan. Loyihada bu yoqda televizor uchun joy ajratganmiz. Mana bu dekor panellarga kelsak, asosan shu haykaltaroshlarni o'zi baralik qilib alohida shu yerda ishlagan. Bu yoqni mana misol uchun siz loyihasini berasiz. Loyihasini berganingizdan keyin o'shanga qarab quruvchilar shu qurilishini qiladi. Lekin sizda yana bitta plyus anaqasi bor, uslugalar bor. Ya'ni mana shunaqa holatda, misol uchun men egasiman shu restoranda, men kelyapman-da, sizga kalitni beraman, aka 2 oydan keyin mana shunaqa holatda qabul qilib olaman. Unaqa uslugalar ham bor, podключ. Bizda podключ bor. Biz bilan ishlasalar, mijozlarimiz shu narsani oldindan masalan
qanaqa bitishini ko'ra oladida va shu bo'yicha o'sha rasm ko'rsatganimizni, videorolik ko'rsatganimizni o'sha bo'yicha qabul qilish imkoniyatiga ega. Birga bir chiqarib berasiz. Birga bir mana shu xuddi ko'rib turganlaringizni qabul qila olasizlar. Bo'ldi. Qolgan xonalarni ham keling, ko'rib chiqaylik. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know. Bu xonamiz bo'lsa, juda ham o'sha более estetikniroq, klassika variantda qilingan ekan. Bu joyga o'sha более серьёзныйroq odamlar deydi, ani katta lavozimlarda ishlaydiganlar akkuratniy kirib alohida o'tirishadi. Bu yoq tarafda men o'sha e'tiborimni tortgan narsa mana bunaqa slayderli eshiklar qo'yilgan ekan. Va dekorlarga ham gap bo'lishi mumkin emas. Zohidagi hozir obunachilarimizga ham qiziqda, mana shunaqa holatga olib kelish uchun mana noldan pustoy holatda mana shunaqa dizayn qilib loyihasini yaratib berishi o'zi qancha vaqt talab qiladi? O'rtacha 1 oydan 2 oygacha qurilish davomida yana davom etib ketaveradi. Loyihasini o'ziga. U o'zgartirishni kiritaverasiz. Agar sizga o'sha kaltni beriladigan bo'lsa, alohida bitta kunni o'sha belgilaysizlar, deadline bo'ladi. O'sha deadline'ga qarab turib, bu yoqni to'liq bitirib, hamma narsani detallarigacha bitirib tayyor qilib topshirasizlar. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Biz hamma ma'lumotlarni oldik. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu ekranlaringizda turgan loyihachi UZP jamoasining profiliga o'tib, o'sha direct orqali murojaat qilsanglar bo'ladi. Raqamlarini ham shu yerda qoldiramiz. Albatta aloqaga chiqinglar va bu obzorimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasa va yana bitta savol. Mana shu Panorama restoranini shu holatga noldan olib kelish uchun nechta pul ketganini kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib ketinglar.